Bugungi serial tahlilimiz Turkiyadagi eng shov-shuvli mafiya va davlat sirlari o'rtasidagi Men bu jahonga sig'masman seriali haqida gaplashamiz. Tahlilni boshlashdan avval sahifamizga obuna bo'lib qo'ying, chunki eng saviyali filmlar va eng reytingi baland seriallar haqida mana shu sahifada gaplashamiz. Bu oddiy serial emas, bunda davlat sirlaridan tortib mafiyalargacha, oilaviy muammolardan tortib insonning ikki qaror o'rtasida qanday qolib ketishi mumkinligini ham ochiq yoritib bergan. Ko'pchilik bu serialni Qashqirlar makoni va Yomonlik dunyoga ustun bo'la olmasning yangi versiyasi deb hisoblashadi. Serial markazida uning bosh qahramoni Jazoir Turk turadi. U oddiy odam emas, davlatning maxfiy topshiriqlarini bajaradigan, davlatga juda ham sodiq, lekin biroz xavfli odam. Bir kuni unga tuzoq qurishadi va u yerda uni o'ldirib yuborishmoqchi bo'ladi. Va davlat uni asrab qolish maqsadida rasman o'lgan deb e'lon qiladi. Lekin aslida u tirik qoladi. Shu vaziyatdan keyin u yangi hayot boshlaydi. Boshqa davlatda, boshqa oilasi va hatto farzandlari ham bo'ladi. Yillar o'tib u eski oilasiga, eski yashayotgan makoniga qaytib kelishga majbur bo'ladi. Mana shu yerdan serialning eng qiziq voqealari va dramatik sahnalari boshlanadi. Jazoir Turk nima uchun serialdagi eng kuchli qahramon? Jazoir oddiy mafiya emas. U sovuqqon, strategik, juda ham sabrli va psixologik jihatdan kuchli xarakter egasi. U ko'p gapirmasa-da, lekin har bir gapi juda ham o'tkir va og'ir, ma'noli. Turk seriallarida ko'p erkak xarakterlar bor, ammo Jazoirning farqi u hissiyotlarini ichida saqlaydi. Serialda u juda ham katta mafiya qilib ko'rsatilgan bo'lsa-da, aslida juda ham romantik inson sifatida ham tasvirlangan. Shu sabab odamlar undan ham qo'rqishadi, ham unga talpinishadi. Ko'pchilik tomoshabinlar uni Po'lat Alemdar, Xizr Chaqirbeyli, Sulaymon Chaqir kabi afsonaviy obrazlarga o'xshatishadi. Serialdagi eng dramatik nuqta ikki oila masalasi. Shu yerda Jazoir Turk ikki o't orasida qoladi. Bir tarafda Leyla va oilasi, farzandlari, bir tarafda bo'lsa yangi oilasi Firuza va uning kichik qizchasi. Shu yerda serial faqatgina mafiyalar haqida emas, haqiqiy dramaga boy, romantikaga boy serial ekanligiga amin bo'lasiz. Bu erkaklik tanlovlari, yolg'onning oqibatlari va oila uchun qurbonlik haqida. Ayniqsa Leyla va Firuza sahnalari serialning eng emotsional qismlaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, serial nima uchun bunchalik mashhurlikka erishib ketdi? Albatta buning sababchisi Oktay Qaynarji. U Qashqirlar makoni va Yomonlik dunyoga ustun bo'la olmas seriallarida juda ham mashhurlikka erishgan. Shuning uchun uni juda ham katta muxlislar auditoriyasi mavjud. Ikkinchi sababi bo'lsa atmosfera. Serial qorong'u ranglar, jiddiy musiqa, og'ir dialoglar bilan ishlangan. Har bir sahna katta mafiyalar uchrashuvi, davlat odamlari, xiyonat va yashirin rejalar bilan to'la. Bu esa tomoshabinga katta o'yin hissini beradi. Serialning asosiy g'oyasi nima deydi? Aslida bu serial faqatgina mafiyalar haqida ishlangan serial bo'lmagan. Buning asosiy g'oyasi butun umr davlat uchun ishlagan odam keyinchalik oddiygina hayot kechira olmasligi haqida bo'lgan. Jazoir Turk qanchalik o'tmishidan qochmasin, uni hech qachon tark etmaydi. Bu serialda aynan boylik, kuch-qudrat insonni baxtli qila olmasligi, aksincha yolg'izlik, ishonchsizlikni keltirib chiqarishini aks ettirgan. Serialdagi boshqa qahramonlar ham juda ham kuchli obraz qilib ko'rsatilgan. Masalan, Dumrul. U juda aqlli, manipulyator, siyosiy o'yinlarni yaxshi biladi. U oddiy yovuz qahramon emas, u psixologik bosim bilan ishlaydigan qahramon sifatida ko'rsatilgan. Atesh esa hissiyot bilan harakat qiladi. Tez jahli chiqadi, shu sabab ko'p xato qilib qo'yadi. Bu ikki xarakter serialga balans beradi. Serialdagi eng mashhur sahnalardan biri Jazoirning qaytishi. Hamma uni o'ldi deb o'ylagan bir paytda u birdan paydo bo'ladi. Bu sahna musiqa, kamera, aktyorlar bilan juda ham kuchli ishlangan. Yana bir kuchli sahna oilalar to'qnashuvi. Bu sahnani o'zingiz tomosha qilishingiz kerak. Tasavvur qilyapsizmi? Bir-biridan xabar bo'lmagan ikkita ayol bir-biri bilan uchrashib qolsa. Nima uchun serial reytinglari keyinchalik pasayib ketdi? Ko'pchilikning fikricha, serial juda ham cho'zilib ketgan. Dastlabki mavsumlarda odamlarni qiziqtiradigan mafiyalar, har xil jang sahnalari juda ham ko'p bo'lgan. Keyinchalik bo'lsa, bu sahnalar kamaytirilgan. Lekin bularga qaramasdan serialning sodiq muxlislari
uni tark etishmadi. Final juda ham dramatik bo'ldi. Ko'pgina tomoshabinlar mamnun bo'lishdi. Boshqa ba'zi tomoshabinlar esa ko'pgina savollar ochiq qolganini ta'kidlashgan. Ammo bir narsa aniqki, Men bu jahonga sig'masman seriali turk seriallari ichida eng yaxshi o'z o'rinlarini topgan seriallardan biri bo'ldi. Hamma kutgan daqiqalar. Xo'sh, serialni qayerda o'zbek tilida tomosha qilsa bo'ladi? Albatta, Riya Play'da. Keyingi tahlilimiz qaysi serial yoki film haqida bo'lishini istaysiz? Albatta, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.